Bolashkamizga qilgan birinchi shoppingimiz narxi 5 ta paket bo'lib ketdi. O'zi radomga sumka yig'aman deb borgandim, lekin boshqa kerakli narsalarni ham ko'rib, hammasini birma-bir olib chiqardim. Antikolikovoy butilочкаlar 2 ta. Butilka tozalash uchun nabor. Termometr ko'talarga ham ishlatsa bo'ladi. 320 ming. Детский электрический пилка. Такой bzzz qilib oladi. 2 ta sosочка. Neytralniy rangda olmoqchi edim, chunki hali o'g'ilmi qizim bilmaymiz. Lekin eng chiroyli ranglari shu edi. Zubokriskalar, to'g'ri ozgina vaqt berib, lekin baribir olib qo'yardim. O'rta hisobda 100 ming atrofida. Прогулка paytlarida soskaga tushib ketsa, sterilizatsiya qilish kerak. Mana shunaqa удобный sterilizator 420 ming. Sovun uchistka. Shampунь и гель для душа 2 в 1 300 ming, присыпка 65 ming. Детский крем 2 в 1 burun tozalaydigan va ingalyator. Chaqala tug'ilmasdan shuncha rasxodmi? Mamkozida sterilizator, butilkasini ham va barcha qolgan narsalarni ham, o'yinchoqlarni ham sterilizatsiya qilsa bo'ladi. Oldinda hali kolyaska, детский mebel. O'zi hamma shuncha narsa oladimi yoki bittamanmi? Детский salfetkalar, plyonkalar 120 ming muslinovый, xlopkovый 100 ming. Smes va sutni isitib beradigan apparat. Men uchun eng qulay bo'lgani bu hamma narsalarni bitta magazindan topdim. Kiyimchalarni yuvishga gel, mягкий плед 120 ming. Ikkita o'yinchoq ham oldim. Esa kolyaskaga osib qo'yish uchun masala. Asal zayka 100 ming. Cho'miltirish uchun shunaqa vanochka 120 ming. Maxrovi sochiq, mana bunisini boshiga kiygizib qo'ysam bo'ladi 200 ming. Molokotsos va sut saqlash uchun qopchalari 1 880 ming. Vkladishlar, bir nechta nulyovka pamperslar. Radomga sumkani ham yig'ib qo'yishim kerak. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga yana nima kerak bo'ladi, yozib qoldiring.